Assalomu alaykum, Tukumanchi kanalimiz a'zolari. Hozirgi videomizda Bayu to'g'richak va Avellolarning narxlarini birma-bir tanishtirib o'taman. Bayu GT 170 modelimiz oddiy to'g'richak, obroti 4000 mingga chiqadi. Qalin yuk motorlari bemalol tikadi. Narxi atiga $270. Bayu GT 108 modelimiz. Obroti 5000 mingga chiqadi. Bu avtomatik cheskalik. Narxi $310. Bayu GT 282 D3 va D4 modellar. D3 modelimiz pol avtomat bo'ladi. O'zi ip uzadi va zakribka beradi. Narxi $360. D4 GT 282 ni D4 model ham bor. Polni avtomat bo'ladi. U elektronli labga ham ko'taradi, zakribka ham beradi va avtomatik cheska funksiyasiga ega. Narxi esa $385. GT 299F modelimiz. Narxi $430. Polni avtomat, o'zi zakribka beradi, labga ko'taradi va elektronik qaychiga ega. Bu mashinamiz qo'shimchasiga 9 chokka ham ega. Motorlari ikkita. Qalin motorlar kelganda ikkinchi motori ham ishga tushadi. Bayu GT 299F modeli qolgan to'g'richaklardan shu yerdan farq qiladi. Bu narsa nima uchun kerak? Bu asosan ko'pchiliklarga uchraydigan narsa. Ko'p mashinalar ip uzib yuboradi. Bu narsa ipni barqaror tortishuviga ega. Ko'rishlar mumkin. Ip bunda ancha silliq o'tadi. Bayu GT 288 modelimiz. Narxi $460. Polni avtomat, o'z zakribka lab ko'rsatadi. 299F model bilan bir xil. Faqat yog' kachirida farqi bor. Buni yog' bardoni o'zida bo'ladi. Bayu choti katta shagashimiz 003D. Narxi atiga $430. Bemalol qalin materiallarda tikadi. Koja va mebel mahsulotlari uchun juda ham qulay. Bayu GT 700 model Avello'miz narxi $380. Qalin yuk motorlari bemalol tikadi. GT 900 Series modelimiz oddiy. Narxi $425.